Hozir aynan men turgan joyda joriy yilning 1-yanvar kuni dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Natijada bir emas, 2 emas, naqd 7 kishi jiddiy jarohatlandi. Ular orasida yosh bolalar ham bo'lgan. Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida spirtli ichimlik ta'siri ostida bo'lgan Matiz rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalish bo'ylab harakatlanib kelayotgan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia 2 rusumli hamda 1983-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia 2 rusumli avtomobillar bilan to'qnashuv sodir etgan. Baxtsiz hodisa natijasida jarohatlanganlar orasida yosh bolalarning ham borligi albatta achinarli. Baxtsiz hodisa oqibatida jarohatlanganlar poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi 4-son shahar klinik shifoxonasiga olib kelingan. Hozirda bemorlarning ahvoli qanday? Haqiqatan ham 1-yanvar kuni baxtsiz halokat tufayli jarohatlangan oilaviy bemorlar olib kelindi. O'g'liga birinchi yordam tibbiy yordam to'liq ko'rsatilib, ikkinchi shahar klinik shifoxonasiga jo'natildi. Eriga ko'p sonli jarohat, bosh miyaning yopiq jarohati, bosh miyaning chayqalishi, chap tomon o'ng oyoq tovon suyagining yopiq sinishi turish qoniqarli tashxis qo'yilib, davolash va kuzatish maqsadida travmatologiya bo'limiga yotqizildi. Hozirda ularning ahvollari nisbatan qoniqarli. Jabrlanuvchilar muolaja olayotganligi sababli ulardan intervyu olishni imkoni bo'lmadi. Mazkur holat yuzasidan 2022-yil 3-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Tergov boshqarmasi, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, shifoxonadan berilgan tibbiy ma'lumotnomaga ko'ra, haydovchi Namozov yo'l transport hodisasi vaqtida mast holatda bo'lganligi aniqlangan. Spirtli ichimlik iste'mol qilib mashina boshqaradigan haydovchilar, siz avtomobilga o'tirishdan avval hech o'ylab ko'rasizmi? Sizlar sabab sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari oqibatida bir nechta insonlar hayotdan ko'z yummoqda, nogiron bo'lib qolmoqda. Ushbu voqea sizlarga saboq bo'lsin.